Profil bo'limini tushuntirib beraman. Bu bo'limda qanday imkoniyatlarimiz bor. Bu joyda misol uchun telefon raqamingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bu qalamchani ustiga bosadigan bo'lsak, yoki ismingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Pastdan telefon raqamingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Yoki akkauntni o'chirib tashlashingiz mumkin butunlay. Qaytamiz orqaga. Keyin pastda obunamiz bor. Hozir sizda birinchi o'rnatganingizda hammada bepul obunasi ishlaydi. Amal qilish muddati mana 28.02.2020 turibdi. Yangilashni bitta bosadigan bo'lsak, biz bu joydan obuna sotib olishimiz mumkin. Demak, bizda birinchi o'rinda mana bu joyni ko'rsatib, pastda limitlarimiz borda. Hozir free holatimizda, ya'ni bepul holatda birinchi o'rnatganingizda sizda 10 tagacha hamkor beradi mana. 10 tagacha hamkor beradi. 10 tagacha hamkor degani nima degani? Bu hamkorlar bo'limida sizda mana bu hamkor qo'shish bor-ku, ana shuni 10 tagacha qo'shishingiz mumkin degani. Keyin pastda loyihalarda bitta loyiha beradi. Loyihalar bu degani mana bu loyihalarga kirib turib, bittagina loyiha qo'sha olasiz bepul tarifida. Keyin pastda SMS xabarlari 5 tagacha SMS beradi. Bu degani siz avtomatik SMSlar yuborish bor-ku, ana shuni 5 tagacha yubora olasiz xolos. Avtomatik yuborishlardi. Buni xohlasangiz mana plyusni bosib turib, mana SMS xabarlarni plyusini bosib turib, o'zingiz SMSni ko'paytirsangiz bo'ladi. Misol uchun 10 ta SMS 2.5 so'm. Ya'ni bir donasi 250 so'mdan tushadi sizga. Pastda 50 ta SMS 12.5 so'm bo'ladi. 100 ta SMS 25 ming so'm bo'ladi. Mana shu yerdan sotib olishingiz mumkin. Sotib olishni bitta bo'lsangiz, payment yoki klik bilan to'lov qilasiz. Mana shunday, demak, SMSni sotib olishingiz mumkin. Bu SMSni alohida sotib olish. Endi tariflariga o'tamiz. Yangilashni bosadigan bo'lsak, bu joyda mana standart tarifimiz bor. Bunda hamkorlar 100 tagacha hamkor qo'shsangiz bo'ladi. Loyihalarni 5 tagacha loyiha qo'sha olasiz. SMS limiti 50 tagacha beradi. Hisobotlar cheksiz, ya'ni hisobotlarni biz cheksiz ko'ra olishimiz mumkin. Fayl yuklashlar ham cheksiz bo'ladi. Xo'p, endi buni oylik obunasi 27 ming so'm. Agar siz 6 oylik to'lasangiz, siz 30% chegirmada olasiz 113.400 so'mga. Bunda siz 48.600 so'm tejab qo'ygan bo'lasiz. Endi siz yillik oladigan bo'lsangiz 40% chegirmada olasiz. Ya'ni 194.000 so'mga xo'p, olasiz, yillik sotib olasiz, 130.000 so'm tejab qo'ygan bo'lasiz shunda. Xo'p, keyingi tarifimiz professional tarif. Buni tavsiya qilamiz. Sababi hamkorlar sizda 300 ta beradi. Loyihalar 15 ta, 15 tagacha loyihalar qo'shishingiz bo'ladi. SMS limitlar 200 ta. Xo'p, hisobotlar cheksiz, fayl yuklash demak cheksiz. Oylik obunasi 54 ming so'm. 6 oylik obunamiz demak 30% chegirmada 226 ming so'm. Yilligi demak 40% chegirmada 388.800 so'm bo'ladi. Buni biz sizga tavsiya qilamiz. Xo'p, biznes tarifimiz hamkorlarda cheksiz qo'shishingiz bo'ladi, loyihalarda ham cheksiz qo'shishingiz bo'ladi. Faqatgina SMS limitimiz bor 400 ta. Hisobotlar cheksiz, fayl yuklash cheksiz. Oylik demak 108 ming so'm. 6 oylik to'lasangiz 30% chegirmada 453.600 so'm bo'ladi. Yillik to'lasangiz 40% chegirmada 777.600 so'm bo'ladi. Xo'p, demak, xarid qilish uchun xarid qilishni bosasiz. Mana sizda mana bu oylik, 6 oylik, yillik chiqarib beradi. Va payment yoki o'ziga qulay to'lov usulini tanlaysizda, xarid qilishni bossangiz, demak, to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi bu joyda. Xo'p, chiqamiz bu joydan. Xo'p, pastda Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizda demak ma'lumotlar berib boriladi. Bunga qo'shilib qo'ysangiz yaxshi. Xo'p, yaqinda Telegram botimiz ham ishga tushadi. Va ilovaga pin kod qo'yishimiz mumkin. Ilovaga pin kod qo'yish. Bitta yoqadigan bo'lsak, demak, xohlasak biometrik, ya'ni отпечатка yoki Face ID bilan kirib ketsangiz bo'ladi bunga.
Xo'p, pin kodni o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bu joyda misol uchun men eski 0 ida hammasi, endi misol uchun hammasini 2 qilib qo'yaman. Mana. Profil bo'lim mana shulardan iborat edi. Ishlaringizga omad. Sizga qulaylik yaratganimizdan mamnunmiz.